Assalomu alaykum hurmatli ishqibozlar. Mana misol uchun endi yaxshi qush olish uchun shu 4 ta moda deb ko'p gapiramiz. Mana Xudo xolasa 4 ta modalar xuddi shunaqa. Bugun 04.04.2025 Kakrasali klub tashkil bo'lganiga 1 yil bo'libdi. Inshaalloh Xudo xolasa. Misol uchun mana akalar bitta nariga birinchi mana moda qo'shib olinganda Xudo xolasa bu 1-2 kunda ochib qoladi inshaalloh. Bu birinchi tuxumga yotgandan keyin nari yana 2 kun pauzasi bilan yaxshilab tayyorlangan holatida o'zi tayyor bo'ladi. Потому что bitta qilib qo'shib olamizda. Bu yerda mana ikkinchisi уже. Bunga ham birinchi tuxumidan keyin bunga harakat qilgan. Xudo xolasa buni ham mana oxirgi tuxumlarni qo'yib bo'ldi. Bu уже 3-moda. Oxirgi tuxumini qo'yib bo'ldi. Endi nar bilan modani yana ozgina уже 4-modani bostirayotganligimizning sababi bilan bu bilan narni ozgincha orada 5-10 kun tayyorlab olamiz. Sababi tushundinglar? Buni bosdi-da, bunga ham hozir sirazi yetiltirib olib tayyor qilib olganimda bunga pulot o'tmay qolishi mumkin 4-siga-da. Ana o'shalarning hisobi bor. Har doim hisob-kitobda yanglishmasdan qo'shinglar. Bitta nari 4 ta modaga ishlatsa zo'r bo'ladi desa, unga olib bunga tashab, unga tashab unaqa qilish kerak emas. Endi tuxumlari bitta, ikkitaga, 3taga mana shunaqa bo'lib plot o'tadi-da, lekin aslida o'sha yaxshi boquvchi, misol uchun, ya'ni tajribasi bor odam sekin bitta, ikkitaga surib qo'yadi. Pastdagilarni yana gnizdalarini olib tashlaydi-da, misol uchun aytyapman. Boshqatdan tayyorlab, yana tagidan shoshmasdan qo'shib olishaveradi. Ana o'shaning uchun biz undan ko'ra bitta qilib shoshmasdan bostirib kelganimiz yaxshi. Narva modalarning holatiga qarab. Mana parokka xonam mana shu o'zi kichkinagina mana shu qafas bilan ochiraman. Unaqa ko'p modalar, mana har xil pozivkalar, har xil nito sayrovlar bo'lmaydi. Xudo xolasa sababi yaxshi qush olish uchun Afsanchi Napiyevda parokka xonadan boshlanadi. Ya'ni buni tagida yotgan hozir bu 2-3 kunda ochsa bu уже buni eshityapti уже har bitta pozivkani, har bitta sayrovni narv kelib buni bosgan taqdirda ham u yerda уже jo'jalar tuxumdan boshlab eshitadi deyiladi. Hurmatli ishqibozlar, sizlarga ozgina bo'lsa ham tushuntira olganimdan xursandman. Har doim mana bitta uyimizni bitta chetida bitta stolga qo'yilsa bo'ldi. Mana shu ikkita qafas, mana to'p qafas, ham o'rtasini chiroyli qilib o'zim anaqa qilib qo'yganman. Misol uchun material qo'yib tiktirib qo'yganman-da. Quliyligi ham yaxshi. Karton-partonlar bo'lsa tortib tashlaydi. Keyin materiallar ham iloji boricha ipi osilib yotmaydigan qilib qo'ysanglar, ular tayyor bo'lib ketganda anaqa qilmaydi. Misol uchun tortib tashavermaydi-da. Xuddi mana shunaqa holatda. Xudo xolasa inshaalloh pashti 24 soat hech qanaqa zarari yo'q. Mana bu modamizda ham Xudo xolasa hech qanaqa pozivkalari, noto'g'ri anaqalari yo'q mana. Xudo xolasa shu nar kirganda o'zi yaritsa qilib bosib oladi, bo'ldi. 1-2 kun tayyorlab turib, Xudo xolasa qo'shamiz inshaalloh. Shunaqa akalar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Bu arxiv uchun video.